Mana shuncha tovarlar likvidatsiyaga tushgan, o'tida betida qirig'i, chizig'i, pachog'i bo'lgani hisobiga skidka bo'lib sotilyapti. Mana shunaqa kichkina miyatinasi bo'lishi mumkin, yoki yonida, qornida, o'tida, bo'tida pachog'i, qirig'i, chizig'i bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga likvidatsiyaga tushgan gaz plitalar bor. Morozilkalar bor, xolodilniklar bor, vitrinli xolodilniklar bor. Mana bunaqa ko'rinishda lar morozilkalar bor. Вообще ko'p narsa. Bu safar eng masshtabnilardan bittasi bordi. O'rtaga xudo xolasa mana bu yerdagilarni ham ochyapmiz. Hammasini chegirmaga qo'yib sotamiz. Bularni hozir podgotovkasi boshlandi. Bularni hammasini biz Telegram kanaliga dumaloq video qilib qo'yiladi. Bu yerda ham mana ochib tayyorlayapmiz. Hammasi ochiladi, tayyorlanadi va Telegram kanaliga videosi joylanadi. Agar siz Telegram kanalimizni bilmasangiz, katta chegirma uz deb yozsangiz chiqadi. Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Chunki biz mana shu mahsulotlarni chegirmaga qo'yganimizda Telegram kanalda jiring etib sizga o'damlayna bo'ladi va siz o'zingizga morozilka kerakmi, xolodilnik kerakmi, gaz plita kerakmi, bitishga kerakmi, hamma narsani yarim narxida yoki undan ham arzon narxida yoki katta chegirmada sotib ola olasizlar. O'shaning uchun Telegramga podpiska bosib qo'ying.